Assalomu alaykum. Biz 2025-yilning 18-mart sanasida turibmiz. Bu yil bahorgi ozgina sovuqlar tufayli bahor sal kechroq kelishini kuzatyapmiz. Deyarli hamma bog'larda shunday. Hozir o'rik daraxtlari deyarli gullab bo'ldi. Endi navbat gilos daraxtlarini kurtaga yozib gullash jarayoniga yetib kelyapti. Ko'pchilikda hozirgi kundagi eng dolzarb savollardan biri hasharotlar, ya'ni kasalliklar, daraxt tanasidagi ozuqalarni so'ruvchi bakteriyalar haqida savollar paydo bo'lyapti. Bunga misol qilib hozir ko'rsataman sizlarga. Har yili o'zi bahorda amal boshlanishidan oldin daraxtlarimizda, ya'ni gilos daraxtlarida shitovkaga qarshi ishlov beriladi. Birinchi daraxt tanasidagi har xil haligi tanadan o'rmalab chiqib, keyinchalik daraxtning kurtaklariga, mevalarigacha ta'sir qiladigan kasalliklarga qarshi ko'pchilikning xabari bo'lgan bardo suyuqligini sepilgan. Undan keyingi jarayonda shitovka, ya'ni qizil qalqondorga qarshi kurash ishlari olib borilishi kerak, kurtaga yozishdan avval. Bunda moyli preparatlar, jumladan ISO haligi 3-4 ta komplektdagi moddalardan tayyorlangan moyli preparatimiz va Avipron. Bu o'sha o'zi zavodskoy fabrichniy usulda tayyorlangan, o'zini firmalariga ega o'sha dori mahsulotlarini, agrar soha bo'yicha dori mahsulotlarini tarqatuvchi kompaniya tomonidan Avipron moyli preparati ham qo'llanildi o'tgan yilgi holatiga. Mana o'sha bahorda berilgan ishlovdan keyin unda iyun oyiga, yozning birinchi oyi, iyun oyiga kelib daraxtlarda o'sha havo orqali uchib kelish natijasida yoki daraxtlarga ishlatilgan shakl berish jarayonida ishlatilgan kesish vositalari tufayli ham bo'lishi mumkin. Shitovka kasalligining ikkinchi bosqichi paydo bo'lganini kuzatishimiz mumkin. Bu gilos daraxtda qanday oqibatlarga olib kelishini mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana o'sha o'tgan yili kasallikka uchragan bir kichkinagina yangi tamal gilosimiz haqida mana sizlarga uzoqroq kadrdan ko'rsataman. Xo'p, mana boshqa daraxtlarda ham uchrashi mumkin. Mana qurigan sariq paylar turibdi. Bu o'tgan yilgi o'sha yozning birinchi oyidagi shitovkadan kasallanishdan keyingi daraxtda qolgan asoratlar. Mana shitovkaning ta'siri shunchalik kuchliki, mana daraxt shoxlarini deyarli qurishga olib kelib qo'ygan mana. Deyarli qurishga olib kelib qo'ygan. Hozir biz buni yaqinlashtirganimizda mana o'tgangi holatdagi daraxt tanasidagi shitovkalar va buyukli kurtaklar daraxtlarimizni deyarli qurib qolish holatiga ham olib kelganligi kuzatilishi mumkin. Mana shitovkaning asoratlari. Shu kichkinagina shoxni qurishiga olib kelgan. Bu yerda sog'lom shoxlar ham qolgan. Sog'lom shoxlar ham qolganda endi bu mana qurigan barglar o'sha yoz oyidagi kasallik tushishi natijasida barglarning erta kunda o'sha daraxt tanasidan ozuqa ola olmay qolishiga, undagi soka divideniyada keladigan oziq moddalarda ushbu shitovka kasalligi so'rishi natijasida daraxtga ta'sirini ko'ryapmiz.
Buning uchun shu hozirgi aytib o'tganimiz erta bahorda bardoz suyuqligidan keyingi ishlov berishda shitovkaga qarshi moyli preparatlardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Keyinchalik o'sha bu yil birinchi marta kuzatilgan, bizning bog'imizda kuzatilgan yozgi holatdagi shitovkani tushishini ham e'tiborga olasizlar. Daraxtda muntazam ravishda bog'ni atrofida aylanib, ichlarida aylanib kuzatuv ishlarini olib borishlaringizni tavsiya qilamiz. Chunki har xil hasharot, kasalliklar endi boshlangan jarayonida kurashilsa, mana shunday qurish oqibatlariga olib kelmaydi. Bu shitovka daraxtni qurishigacha olib boradi. Xuddi haligi o'rgamchi kana tushadigan hasharot tushgandagi holat kabi daraxtda tanasidagi kelayotgan oziq moddalarni so'rib olish natijasida daraxtni qurishigacha olib kelishi mumkin. Buni biz o'sha yozgi holatda ishlov berib, kimyoviy ishlov berish natijasida daraxt saqlab qoldik. Bir 30%, 20% daraxtni shikastlanganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tananing sog'lomligini bir 20-30% ga yo'qotganligini kuzatishimiz mumkin. Keyingi videolarda yana qolgan kasalliklar bo'yicha o'zimiz maslahatlarimizni beramiz.